Mayr, nima bo'ldi? Afsuski, tuzata olmadik. O'zida chaqirish kerakmi? Ha, borib kelsammikin? O'lgararmikansan? Ha, sherigim bilan borib kelaman. Tabiat bugun notinch, qo'rqamanki, yomon ishlar bo'lishi mumkin. Nimasini aytasiz? Qadrli tomoshabinlar, aloqada Javohir. Mening orzuim yangi yilgacha 100 ming obunachi yig'ish va umid qilamanki, bunda menga yordam berasizlar. Shuning uchun ham hoziroq kanalga obuna bo'linglar va albatta videoga like bosinglar. Ketdik. Reytinglarda aytishicha, o'rmonda qandaydir soyalar ko'rinyapti ekan. Bu yana nimasi? Tushunmadim. Nima qilasan, baqir-chaqir ko'tarib? Bilasan-ku, o'ldirib bo'lmaydi. O'ldirib bo'lmaydi, hech bo'lmasa harakat qilish kerak. Harakat qilish, u qolmaydi uni. Ha, olmaydi. Mayli, unda biz qo'shni qishloqqa otlanamiz. U yerdan montor topib kelamiz. Davay, bo'la qol. Aha, omad menga va sizlarga ham. Aha. Yomon. Bo'pti. Janob o'jasiga voyishirdi. Qola qolsin. Men o'zim boraman. Tak. Hoy, bitta faklni olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'sh, mana buni olsam yo'q, bu taraf qolib ketadi, tepada yorug'lik bor, mana buni olaman. Aha. Bo'pti, ketdim. Omad, rahmat. Yaxshi, afsuski. O'rmonga kirishga to'g'ri keladi. Jon, bunkerga qolganlarni yig'yapsanmi? Ha, hozir yig'amiz. Mayli, bo'la qol. Ajoyib. Endi esa qo'shni qishloq otlanish qoldi xolos. U yerdan usta topib kelsak bo'lgani, xo'sh, qo'riqchilar shu qo'y qoldi qo'riqchilar. Tushunursan. Tak. Xo'sh. Yo'q, Sif. Yo'q, bilgandim. Bularni yolg'iz tashlab ketmaslik kerak edi. Jin ursin. Axir endi meni bo'ynimga qolib ketishi mumkin bularni o'limi. Yana shu. Yo'qoldi. Jin ursin. Endi uchastkovoyni chaqirishga to'g'ri keladi. Hech qanaqangi usta bo'lmaydi. Qor yog'ib yotibdi. Men o'ylaganimki hozir bayram boshlanadi desam, maktab ham bo'shab qolibdi. Bu kim bo'ldi? Hammaga salom, mening ismim Javohir va mana ko'rib turibsizlar ahvolimga. Maymunlar yig'laydi. Tak, xabarlardan xursand bo'lmasligi aniq. Shunga hattoki Grinchli, Tolstoyni ham olgandim. Qoyil. Mayli, uyda nishonlaymiz shekilli. Tushunursin. Dada. Assalomu alaykum. Va alaykum. Davay mashinaga. Qayoqqa? Uyga yana qayoqqa bo'lardi? Tezroq minay, pechka yonoq. Bo'pti. Archaga borarmiz. Archaga aqling joyidami? Bo'ron bo'lib yotibdi-ku. Shunisi mazada. Ha, to'g'ridan mashina chiqib qolsa mazza bo'ladi. Tuman tushyapti, uyga qaytishimiz kerak va senga yangiligim bor. Qanaqa yangilik ekan? Nahotki? Yo'q. Sovg'aga telefon olib bermayman. Okey. O'zingni flagmaning yetadi. Xo'p, bo'pti, ketdikmi? Ha, ketdik. Onamchi? Shu haqida gapirmoqchi edim. Biz komandirovkaga uchib ketyapmiz. Komandirovkaga? Menchi? Sen bobongnikiga ketasan. Tak. Yoshashmang, yangi yilga. Hoppa, bu kim bo'ldi? Qanaqadir jin ursin. Yo'l berish kerak edi bizga. Men yo'l qoidalarini tushunmayman. Senga o'xshaganlar mana bunday rolga o'tirishadi-da, oddiy odamlarni xavfga solishadi. Nimasini aytasiz? Xullas, bobongnikiga borasan. Tushundim. Hattoki taqdirga tan berishga mulgurdim. Yaxshi, hozir narsalarni yig'ishtiramiz va sirrazu qishloqqa. Onamchi? Onang aeroportda meni kutyapti o'sha. Qo'yil. Bo'l endi, nima kutyapsan? Davay, ketdik. Kulasiz. Sizlarga mazza. Men esa qishloqqa borishim kerak. Davay, narsalaringni yig'ishtir. Narsalarim ko'p emas. Jin ursin. Faqatgina pullar bor, lekin pullar qishloqda nima kerak bo'ladi? U yerda hattoki do'kon ham bo'lmasa kerak. Jin ursin, faqatgina kompyuter va bo'ldi. Mayli, pullarni ola qolay, balki kerak bo'lib qolar baribir ham. Hech bo'lmasa kichkina bo'lsa ham do'kon bordir u yerda. Yo'q, bobom yana o'zini armiyachi tarbiyasini boshlaydi. Jin ursin. Dadam ham telefonni olib qo'ysa kerak. Balki qochib ketsammikin? Yo'q, ko'chaga soxta qochib ketish variant emas. Bo'ldi. Hammasi tamom. Va nihoyat yetib keldik. Qishloq, toza havo, mazza. Sizlarga mazza faqat. Davay, ko'p gapirmaychiq. Bo'ron aytmaydigan bo'lsak, havo mazza. Chinsin, ham yo'qni qolib bosib qoladi. Bu bo'ron? Tushunmadim, qanaqangi bo'ronni gapiryapti? Mana yetib ham keldik. Bobosi, qanaqangi bobosi? Yosh bola emasmi o'sha? Kimlarni ko'ryapman? Mana nabirangizni olib keldim. Toy bola, bu yoqqa kelingchi. Nursin, qanaqangi toy bola? Xullas, bobosi bu umuman quloqsiz bo'lib ketgan. Nima? Nima qilyapti men nabiram? Nimaga gaz yo'qmi? Gaz yo'q. Nursin, qo'limni isitmoqchi edim. Xo'sh, gapirdi. Xullas, bu dars qilmayapti. Telefonni bu yoqqa ol. Telefon, nima deyiladi hozir? Qishloqqa dopamin detox. Shunga qanaqangi detox? Bobo, biror nima deng. Bilmasam. Bobong bilmaydi. Nima u detox? Miyani tozalash. Mayli, kela qol bu yoqqa, o'g'lim. Sog' bo'l, men ketdim. Yil otasi. Xullas, qara, toy bola. Sen bobo, men toy bola emasman. Bo'pti, Javohir. Xullas, sen mana bu yerda o'tirib turgin, men kelaman. Tushunursan. Taqdirimni hal qilishda eshikni ham ochib ketib qoldi. Yo, moya o'zi uy sovuq.
Nima? Bu yerda kimdir bu eshik qulflanmagan hattoki. Buni qoqib tashlashgan. U yerda kimdir bormi? Ha, mayli. Bobom o'zi menga sovg'a qilgan pichoqni olib keldim, chunki bu yer qishloq, men esa qishloqdan qo'rqaman. Atrofi esa o'rmon, tayga. Oh, mayli, shu yerda o'tirib qolay. Bu yerda nahotki eski ertaklardek. Pechka nima bo'ldi ekan, ha? Mix. Ha, Jonson, nimaga haliyam shu olib yuribsan? Yoqadi-da. Bo'pti, yur men bilan pechkani olish kerak. Ha, ketdik. Nima bo'ldi? Tiroq halim kelmadimi? Shahardan mehmon kelgan. Afsuski yo'q, transformator ishlamay qoldi. Jonson, halim anglatmadimi? Afsuski yo'q. Ha, mayli. Sen kirib chiq joyga. Birga kiramiz. Ha, mayli. Janob mer, nima bo'ldi? Tuzatilmadimi? Afsuski yo'q. Tushunib bo'lmaydi. Nima? Dadam? Tushunmadim. Nima qilyapsiz bu? Loyiga qilib shuni nimaga basharasi qora bo'lib yotibdi? Tushunmadim. Telefonim. Tak, telefonimni olib qo'yib qoldi. Dada. Yo-mayo. Oy, qayerdasiz? Jennerson, telefonim, mashinasi. O'zi qani? Yo-mayo. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Yo'q, hozir bobomni chaqirib kelishim kerak. Tushunarsiz ishlar. Yomon. Usta kelsa bo'lgani, shaharda mehmonlar kelgan. Yaxshi. O'z. Oy, Bahrom, uyda yo'qdir. Olavering pechkani. Mayli. Ketdik unda. Davay. Nima deysan? Svetkilarmi keng ertalab ketsa? Kelib qolar, ustan olib kelishsinchi. Ha, mayli. Ketdik. Sen nima qilasan? Men shu yerda qolaman. Yomon ishlar bo'lyapti. Mayli. Tiroq yo'maydiganga o'xshaydi. Shuning uchun ham hammani bunkerga kirgizish kerak. Bunday bo'lishini xohlamagandim, lekin boshqa iloj yo'q. Eshik ochiqmi? Yopgandim shekilli yoki yopmaganmidim? Ha, mayli. Qani bu? Tushunursan. Shu faqatgina hozir menga kerak emas edi. Men seni qo'rqinchliroq deb o'ylagandim. Qo'rqmayapsanmi? Yo'q, faqatgina tun qilganingga ozgina vahima bosdi. Ha, bo'lib turadi. Mening ismim muhim emas. Sen jimmisan? Ha, jimman. Men seni qo'rqinchliroq deb o'ylagandim. Qo'rqmayapsanmi? Yo'q, faqatgina tun qilganingga ozgina vahima bosdi. Ha, bo'lib turadi. Nimaga oyog'imga qarayapsan? Yoqib qoldimi? Yo'q, men sen nima xohlashingni bilaman. Yo'q, sen tushunmading. Bilaman, xavotir olma. Menda bor. Nima? Telefoning. Telefon? Ha, telefoning. Mana. Sen kecha derazani taqillatganmiding? Ha, seni sinab ko'rmoqchi edim. To'ppoy emas ekansan, o'rmonga kirmading. Voy, oshla telefoningni. O'zimnikimi? Dadamchi? Dadang yo'qotib qo'ydim deb o'ylaydi va yangisini olib berishi mumkin. Faqatgina o'ziga ko'rsatma. Xo'p, bo'pti. Endi esa eshikni ochaman. Men senga yordam berdim, sen esa menga yordam berasan. Qanaqangi yordam? Kecha kimdir ko'rgandek bo'lding, ha? Nima? Kecha kimdir ko'rgandek bo'lding-a? Demak, kecha men qayerda? Kecha chiroq yo'q joyda ko'rgan edim. Xo'sh, o'sha yerga borishim kerak ekan. Jennerson. Jin deb mana yoki tom ketyaptimikan? Mayli, mana shu yerda edi, ha? Mana shu yerga hozir sekin. Hech kim yo'qmi? Xo'sh, bu joy haqida hech narsa demadi. Gullar turibdi mana. Va uyning ichi bo'sh nima? Ha, mayli. Hozir jinni kutamiz yoki shunchaki aqldan ozdimmikin, ha? Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rib kelgan bo'lsangiz, albatta like bosib kanalga obuna bo'linglar va keyingi qismni kutib qolamiz. Hammaga xayr.